Son. Voy. Nimaga mendan jirkan vossanlar? Suvimga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman bo'ldi. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Hop. Domla ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'rganim yo'qmi? Ey, ey. Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Kirmayman. Yo'q. Aka Boshlardan ke. Boshlardan ke. Nega bu yer qorong'i? Qorong'idan qo'rqaman. Aka, tashlab ketmaydi emas, o'tanaman. Aka, Mendan rozi bo'l ukam. nimaga rozi bo'l. Aka, Savol javobini olsam bo'lsin ukam. shuni so'rayman. Meni tashlab ketmaydi. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mani. Qo'rqib ketyapman. Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mani. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qorong'ilashib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash zo'r ketadi. Kerak emas.